Viloyatimizdagi ko'pchilik biladigan jasmin tortlari bilan endilikda Bunyod Optim do'konimiz hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Got some brand new friends, got a brand new bag, and some brand new ends. Jasmin brendi ostida ishlab chiqarilgan Bunyod Optimda sotuvda bo'lgan mahsulotlarni hozir sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Birinchi mahsulotimiz pechenye apelsinoviy. Bir korobkasida 900 gram mahsulot bo'ladi. Ko'rinishi shunning yarimoy shaklida bo'ladi. Ikkinchi mahsulotimiz ham bu ham apelsin ta'mli, ko'rinishi umuman необычный bo'lgan apelskinka trishonka. Bir korobkasida 900 gram mahsulot bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz mindanli pechenye. Buni ko'rinishi umuman необычный ekan, hozir buni yeb ko'rmasam bo'lmaydi. Shirasi kam, midaga tegmaydi. Keyingi mahsulotimiz Yevropeyskiy arahis. Shuning mejinali pechenyamiz. Bilasizlar, shokoladli nav bo'lishidan qat'iy nazar hamma yeb ko'rasi keladi, shu bilan birgalikda yaxshi ko'radi. Hozir bizlar ham ochib yeb ko'ramiz. Filtrilgan shokolad yeganim bo'ldim. Ustundagi shuning pistasi bilan ikisini uyg'unlashgani zo'r ta'm berib turibdi. Keyingi mahsulotimiz Yevropeyskiy pechenyamiz. Hozir buni ham yeb ko'rib, ta'mini baho beramiz. Shirasi me'yorida, shokolad ham hamma narsasi me'yorida zo'tilgan dimmozza, hammaga birdek yoqadi. Shuning mazali va sifatli jasmin pishiriqlarini Bunyod Optim do'konidan cheklanmagan miqdorda arzon narxlarda topsangizlar bo'ladi. Hammangizni Bunyod Optim do'konimizda kutib qolamiz.